NTT'da yangi serial. Qashqirlar makoni seriali rejissyori Osman Sinovdan yana bir tuhfa. Yosh bokschining g'alabaga intilishi. Sen kimsan? Pusat nima degani? Qalqon. Qalqon nima degani? Yaxshi axloq, sinmas jasorat, yuksak tarbiyadir. Barakalla. Chempionlik sari olg'a qadamlari. U yo'lda tortilgan azoblar, u yo'l qo'ygan xatolar va ularni tuzatishga urinishlar. Or-nomus, vijdon, adolat uchun har qanday yovuzlikka qarshi kurash, sevgi va muhabbatning nozik kuylari chalingan sahnalar. Ba'zi narsalarni kechiktirib bo'lmaydi. Men chempion bo'lishini kutib turolmayman. NTT'da 6-apreldan boshlab yangi serial Qalqon. G'alaba yo'lida tortilgan azob muqaddasdir. Qani, boshla. Nima qilib turibsan?